Nizom al-Mulk. Nizomul Mulk. Bu Saljuqiylarning bilasiz nimasi bo'lgan, bosh vaziri bo'lgan. Siyosatnoma nomli asar hozir sotiladi. Mabodo kimdir bilmasa olib o'qishi mumkin. Mana shu odamni ham ko'proq o'rganishimiz kerak. Bu odam haqida o'zi ma'lumotlar bizda yetarlimi? Yo'q, yetarli emas, lekin bor. Hozir bilaman, o'sha bitta yigit shu haqida asar yozyapti. Oddiy kitobxon nimalarni bilishi mumkin u haqida? Oddiy kitobxon bilmadim-ku, nimalarni bilishi mumkin. Saljuqiylar davrini, o'sha Saljuqiylar bilan masalan Hashoshiylarning kurashi, mana shu davrlarning qiziq davrlari bor. O'rgansa bo'ladi juda ham. Bu odam nafaqat o'sha kurash, bu odam kerak bo'lsa hozirgi davlatchilikka ham nima deydi, misol qilib bera oladigan nimalar ko'p. Tasavvur qilyapsizmi? Bu odamni iqtisodiy siyosati, o'sha ta'limdagi siyosati, umuman ko'p harbiy siyosati, islohotlari juda ko'p narsani o'rgansak bo'ladi. Nizom al-Mulk, Nizomul Mulk